Navbatdagi manzilimiz Frunskiy massiv Kyuv yaqinida 5 qavatli yangi planirovka uylarda bo'lyapti. 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan skvoznoy kvartirani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi xonasi zal qismi ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Chiroyli holatda konditsionerlar o'rnatilgan, qoldiriladi. Bu mebellar chiqib ketadi. Bu tomonda esa 6 metrli verandasi joylashgan, oshxonani bu tomonga ko'chirilgan. Kafellar qilingan, yaxshi holatda turibdi. Oshxona jihozlari qoldiriladi. Qolgan muzlatgichlar chiqib ketadi. Bu tarafda esa tashqaridan kirish qismi bu tomonda umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin. Aristolar o'rnatilgan, kafellar qilingan yaxshi holatda. Bu tomonda esa 3-xona qilib qo'yilgan joyi, bolalar yotoqxonasi. Bu yerdagi jihozlar chiqib ketadi. Remontlari yaxshi holatda. Tashqaridan kirish, bu yerda kladovkasi mavjud. Bu tomonda esa yotoqxona qismi. Yotoqxona romlari akfa romlarda. Bu yerdagi mebellar qoldiriladi. Yotoqxona jihozlari, shkaflari qoldiriladi. Skvoznoy holatdagi 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira do'stlar. Uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Joylashuvni tushuntirdik. 2 xonali, 6 metr verandali kvartira. Aytib o'tgan jihozlarimiz qoldirilyapti va $27,500 so'rashmoqda. Albatta ozroq kam bor. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib egalari bilan savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqa yaxshi uylarni o'tib ko'rmaslik uchun bizni Telegramda hamda refar.uz saytimiz orqali ham kuzatib boring. Sizlarga yaxshilarini izlashda davom etamiz.